Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan arzimagan ishni amalga oshiramiz. Arzimagan bo'lib ko'ringani bilan, lekin juda ham muhim ish. Bugun sizlarga o'z qo'llarim bilan urug'lardan, piyozchalardan, qalamchalardan ko'paytirgan gullarimni ham ko'rsataman, ham ma'lumot beraman. Qanaqa parvarish qildim, ular haqida ham aytib o'taman. O'ylaymanki, bu arzimagan videoroligim kimlar uchundir foydali bo'ladi deb umid qilib qolaman. Demak, boshladik. Birinchi o'rinda mana shu gulimdan boshlamoqchiman. Agar esingizda bo'lsa, o'tgan safargi videoroliklarimda mana shu alokaziya gullarni yangi sortlarini alokaziyalarimni safiga qo'shdim deb videorolik ko'rsatgan edim. Ularni tuprog'ini, tuvaklarini almashtirgan edim. Tagidan chiqqan piyozchalarni alohida ajratib olgan edim. Mana shu alokaziyalarni, ya'ni mana bu sortini, mentol rangini piyozchalari, bularni men akvagruntga ekdim. Onasini holati mana shunday holatda, endi bitta barg uyg'onishni boshladi. Buni qolgan barglarni tashlab yubordi. Alokaziyalarga tekkan kasallik desam ham bo'ladi. Odati shunaqa, alokaziyalarga ozgina sovuqlik qildimi, joyi almashdimi, stressga tushsa barglarni tashlab yuboradi, tomirlarni ham tashlab yuboradi va qaytadan tezda tiklanadi. Buning uchun issiq joy, yorug' joy va yuqori namlik yaratib bersangiz, yana yangitdan uyg'onishni boshlaydi. Yaqin kunlarda mana shu bargchamiz ham tezda ochib chiqsa ajab emas. Buni bolachalarini mana bunday qilib ekib oldim. Akvagruntga ekdim. Akvagruntni ba'zilar bilmaydi nimaligini, ba'zilar biladi. Bilmaganlar uchun aytib o'taman. Akvagruntni akvariumda baliq boqadiganlar biladi. Bu oddiy qilib tushuntirganda baliqlar uchun tuproq hisoblanadi. Akvariumni ichiga to'kib qo'yiladi. Mana shu tuproqda baliqlar ma'lum miqdorda oziqalanib yashaydi. Mana shunaqa tuproqqa ekib qo'ydim va buni hozir biz birma-bir ajratib olamiz. O'zi aslini olganda bularni alohida stakanchalarga ekkanimda juda ham yaxshi bo'lardi, lekin meni joyim kamlik qilganligi uchun hammasini bitta idishga ekdim. Endi bilmadim qanday qilib tomirlarni ajratib olaman. Sal qiyin bo'lsa kerak. Shunday bo'lsa ham urinib ko'ramiz ajratishga. Bismillahirrohmanirrohim. Akvagruntdan endi bularni sekingina tuproqqa olib olamiz. Qiyin ham bo'lmadi tomirlarni ajratib olish, lekin qarang qanaqa chiroyli tomir bo'libdi. Bargchasi ham birinchi barglari hammasiniki nimagadir rozivoy rangda chiqishni boshladi. Nechta ekkan bo'lsam hammasi ko'klab chiqdi, birontasi ko'klamasdan qolmadi. Qarang, hammasida. Bularni oddiy tuproqqa o'tkazib, ya'ni universalniy tuproqqa o'tkazib, teplechkaga olib qo'ysam, yana o'sishda davom etadi. Mana nimagadir namligi oshganligi uchun qanaqadir panglasham bo'libdi, lekin yumshamagan, hidlanmagan, holati yaxshi. Mana shunday qilib hammasini bitta-bitta olib chiqamiz. 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Mana bu yashil rangda chiqibdi, qarang. Ko'z tegmasin, baquvvat hammasi. Qarang. Kartoshkasiga mos tomir, kartoshkasiga mos barglar chiqargan. Maydalari mayda tomir, mayda barg chiqaryapti. Katta kartoshkachalari, ba'zida kartoshka, ba'zida piyozcha deyman. Tushunib olaverasiz. Qarang, qanaqa chiroyli. Piyozchasi, kartoshkachasi katta, bargi ham katta. Mana shunaqa. Bularni shunday qilib hammasini chiqarib olamizda ekib olamiz tuprog'imizga. Tuprog'ni ham universalniy tuproq. Bu akvagruntni bitta suvda chayqab yorib turib, quritib olib qo'ysangiz ham, keyingi safarga yana ishlatsangiz ham bo'ladi. O'zida namlikni saqlab turadi. Balchiqday bo'lib, yumshab, loyga o'xshab yumshab qolmaydi, o'zini formasini yo'qotmaydi, hech qanaqa
qotish yoki bo'lmasam juda ham tez qurib qolish bo'lmaydi. O'zida namlikni saqlab turadi. Endi bu gullarimizga tuproqlarimiz ham tayyor. Stakanchalarimizni tayyorlab olaman va bitta ekib olaman. Stakanchalarimizni tuproqlarga mana shunday qilib to'ldirib oldik. Stakanlarimni qayta ishlatganim uchun ba'zida yuvmasdan ham ishlatib yuboraveraman. Bir safar shunday gul ekkanimda kimdir aytgan ekan, men har safar gul ekkanimda qaynoq suvda tozalab yuvaman tuvaklarimni degan ekan. To'ppa-to'g'ri qilasiz. Menga o'xshab yuvmasdan ishlatmang. Har xil mikrob bo'lishi mumkin, har xil gullarni kasalligi bo'lishi mumkin, lekin bularni men o'zim ishlatganim uchun, meni uyimdagi gullarda hech qanaqa kasallik yo'qligini bilganim uchun men yuvmasdan ham ishlatib yuboraveraman. Lekin ko'chadan kirib kelgan tuvaklar bo'lsa, stakanlar bo'lsa, boshqa joylardan kelgan bo'lsa, обязательно yuvaman. O'zim ishlatib yurganlarimni yuvmasdan ham ekib qo'yaveraman. Shu paytgacha hech qanaqa problema bo'lgani yo'q. Bundan keyin ham Xudo xohlasa bo'lmaydi degan umiddaman. Lekin baribir yuvib ishlating siz. Mana shunday qilib joylashtirib chiqamiz. Ko'pchilik yozgan, nima uchun videolar qo'ymay qo'ydingiz? Nima uchun kam namosiz? Nima uchun yangi videolar chiqmayapti? Oldin tez chiqardi, nima uchun hozir yo'qsiz deb. To'g'risini aytsam, bu yil bizga gripp juda ham qattiq keldi. Bunisini davolasam, bunisi kasal bo'ladi, unisini davolasam, yana bittasi kasal bo'ladi. 4 ta farzandim navbat bilan almashib gripp bo'ldi. Ularni davolaganimdan keyin o'zim gripp bo'ldim. O'zimni davolaganimdan keyin xo'jayinim gripp bo'ldi. Hammasini davolab bo'lganimdan keyin yana bir boshidan yana qaytadan gripp boshlandi. Nimagadir shunaqa juda ham qiyin o'tdi bizda gripp. Endi mana davoladim deyman. Yana bittasi chiqib turadi. Mana shuning uchun hech qanaqa video rolik ham ola olmadim. Shuning uchun kamnamo bo'ldim xullas. Sizlarda qanday o'tdi gripp? Menimcha juda ko'pchilikda qiyin o'tdi, juda og'ir keldi bu yil ko'pchilikka gripp. Yoshi kattalarda ham qattiq o'tdi. Chunki o'zim boshimdan o'tkazdim bu narsani. Shuning uchun mana shunaqa bolalardan kasalchilikdan, tashvishlardan, yugurlardan orta olmay qolganligim uchun video roliklar ham qo'ya olmadim. Farzandingiz kasal bo'lib tursa yoki o'zingiz kasal bo'lib tursangiz, ko'nglingizga hech narsa sig'maydi. Buni hamma to'g'ri tushunadi deb o'ylayman. Shuning uchun yo farzandlarim bilan, yo gullarim bilan shug'ullanadigan vaqt kelib qoladi. Bunaqa vaqtda обязательно farzandlaringizni, oilangizni tanlaysiz. Qolganlari sekin-sekin bo'laveradi. Lekin gullarimizni tashab qo'ymadik baribir ham. Parvarish qilishda davom etaverdik va shunaqa ekiladigan gullar ko'payib ketdi. Mana shunday qilib hammasini ekib olamiz. Juda ham oson. Hali dalshi menda bu yoqda yana shuncha gullar kutib turibdi. Shuning uchun tez ekib tez ko'rsatmasam juda ham cho'zilib ketadi videomiz. Mana o'rtoqlar, ekib oldik. Endi bularni jon suvini beramiz. Bu 1 litr iliq holatda turgan suv. Bunga mana H101 dan 2 tomchi tomizdirib gullarimizga quysak bo'ladi. 2 tomchi yetarli. Bu stressga qarshi. Hozir akva gruntdan universalniy gruntga o'tkazyapmiz-ku. Bu tuproqqa moslashi uchun juda ham yaxshi foyda beradi. H101 ishlatsangiz ham bo'ladi. Sirkon, epen degan narsalar bor. Qaysidan sizda bo'lsa, bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Shunday qilib hammasiga
jon suvini beramiz. Bo'ktirib suv quyishimiz shart emas. Tuproq sal namlansa, shuni o'zi yetarli. Tuproq qurishiga qarab suv beramiz, yorug' joyda saqlaymiz. Iloji bo'lsa bitta konteynerning ichiga joylashtirib qo'yamiz hammasini. Meni gullarim yangi ekilgandan keyin har doim lampani tagida turadi. Lampa ham yorug'likni ushlab beradi bir xil qilib. Teplichka esa yuqori namlikni va bir xil haroratni ushlaydi. Shuni evaziga gullarimiz tezda jonlanib o'sib ketadi. Mana bitta partiya gulimiz bo'ldi. Endi keyingi gullarimizga navbatdagi gulimiz Alocasia Polly variegatni sorti. Buni ham o'tgan safargi videomda 4 tagina piyozchasi chiqqan edi. Shuni ekib qo'ygan edim. Juda ham kichkina edi. Shundan 3 tasi chiqdi. Bittasi menimcha yo'q bo'lib ketdi ichida. Qarang, kichkina chiqargan barikchalari ham уже variegatni bo'lib chiqdi. Juda ham chiroyli holatda. Buni ham hozir alohida qilib ekib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Tomirlari yaxshigina joylashgan shekilli, chiqishi sal qiyin bo'ldi. Oho, anchagina tomir qilibdi-da, buni qarang. Juda chiroyli tomirlari. Bunisi eng chiroylisi. Qarang, piyozchani kichkinaligini qarang. Kichkina, lekin barik o'sha variegatni. Yarmi rozovый, yarmi yashil. Juda ham chiroyli. Buni onasi afsuski hamma barglarni tashlab yubordi, hamma tomirlarni ham tashlab yubordi menimcha. Mana bunda ham kam-kamdan variegatnilik bor. Mana olachi bor, ranglari bor. Orqasida ham sal tochkalari bor. 4 ta ekkan edim. Qani 3-chisini ham 3 tasini oldik. 4-chisini ham qidirib ko'raychi. Bormikan? Yo'q, qaqadir yo'qolib ketdi. Menimcha chirib ketgan va suvga aralashib ketgan menimcha. Yo'q, 3 ta chiqdi. 4-chisi o'smabdi. Mayli, o'smasin. Buni onasini ahvolini ko'rsatsam, hayron qalasiz. Mana onasi. Mana shu onasi. Buni fitilni poliv qilib ekkan edim. Mineralni gruntga ekkan edim. Menimcha hamma tomirlarni tashlab yubordi, barglarni qanday tashlagan bo'lsa. Mana shu gulimizni hozir bu tuproqdan chiqarib olaman-da, mineralni gruntdan chiqarib olib, mana shu stakanchaga akva gruntga ekib qo'yaman. Idish olib olishim kerak uning uchun. Idish olib oldim. Aytdim-ku, hech narsasi qolmagan. Hatto juda ham chirib, yomon holatga kelib qolgan. Voy bu. Juda yumshab ketgan. Buni qarang. Shunaqa holatga kelib qolgan, yumshab qolgan. Menimcha buni yo'q. Asrab qolib bo'lmaydi. Yuqorilarigacha yumshab qolgan. Yo'q, buni tashlab yuboramiz. Buni hech narsa qila olmaymiz. Buni tashlab yuboramiz. O'zimizga mana bulardan Alocasia Polly variegatni o'stirib olamiz. Boshqa ilojisi yo'q. Yaxshi ham piyozchalarni ekkan ekanmiz. Buni ham xuddi shunday qilib ekib olamiz. Boya nargi alokasiyalarimiz qanday ekkan bo'lsak, stakanga tuproq solib oldik. Shunday o'tirg'izamiz. Ostidan tuproqni tashlab qo'yamiz. Tuprog'imiz juda ham unumdor, yengil tuproq. Suv quyganingizda darrov qurib qoladigan tuproq. Hozir tuproqni ham ko'rsataman sizlarga. Yaqinroqdan qanaqa tuproq tayyorlaganimni. Mana shunday tuproq. O'ta yengil, juda ham yengil tuproq. Barchasidan ushlaymiz-da.
Men chuqurroq qilib ekyapman. Agar siz xohlasangiz balandroqdan qilib eksangiz ham bo'ladi. Chuqurroq qilib ekayotganimning sababi ma'lum miqdorda mana shu stakanchamiz ham atrofi yopiqligi evaziga yarim teplичка vazifasini ham bajarib beradi. Mabodo konteynerga solmasdan ustini salofan bilan yopib qo'ysak ham konteynerday bo'lib yarim teplичка vazifasini bajaradi. Shuning uchun shunaqa chuqurroq qilib ekyapman. Siz xohlasangiz balandroq qilib tagiga tuproqni ko'proq solib eksangiz ham bo'laveradi. Uni farqi yo'q. Muhimi juda ham chuqur qilib ko'mib yubormaslik kerak. Mana shunimizga ko'p tuproq qo'yilib ketdi. Mana shu holatda bo'ladi. Buni ham mana bularni yoniga qo'yib suvini beramiz. Bo'lmasa tagidan suv oqib ketadi. Shu patnisda ustiga oqsa suv yaxshi. Buni ham jon suvini berdik. Suv quyganimizdan keyin baribir ancha tuprog'i bosiladi. Bo'ldi. Alokaziyalarimiz tugadi. Bo'ldi. Bu alokaziyalarni endi chekkaga olamizda navbatni mana bu dumboqchalarga beramiz. Bular adenium gulchalari. Urug'idan ko'paytirganman. 10 ta ekkan edim bu yerga, 7 tasi chiqqan. 3 tasi yo'qolib qoldi. Mana shunday qilib tagini teshdim. Idishni ikkinchi idishga prosta o'tirg'izib qo'ydim. Ikkinchi idishni tagi teshik emas. Ekdim, tuproqni ustiga urug'chalarni yotqizib qo'ydim. Suv sepdim, ustini yopib qo'ydim. Yorug' joyiga, issiq joyga qo'yib qo'ydim. 2 kun, 3 kunda ko'klab chiqdi hammasi. Endi mana shu idishchamizdan bularni ham kichkina stakanchalarga alohida ajratadigan vaqtimiz keldi. Buni ozgina tuproqda turganligi uchun sal yumshatib olamiz, tomirlariga zarar bermasligi uchun. Bu davno barglar chiqarib ketgan edi. Orada men vodiyga ketdim, qaynonamning uyiga va 15 kun, 20 kun qolib ketdik yerda biz. Shunda gullarim suvsiz qolib, ancha chanqab barglarni quritib yuborgan ekan. Tanasi ham juda burushi bo'lgan ekan. Qaytadan sug'orib, qaytadan parvarishlab boshlagan edim. Yana tanasi burushlari ketdi. Hamma barglari qurib qolgan edi. Mana barglari ko'rinib ham turibdi-ku, qurib qolgani. Mana shu barglari birinchi chiqargan barglari edi. Bular qurib ketgani o'rniga mana endi ustidan yangi barglar chiqarishni boshlagan. Mana tomirchalar. Juda ham chiroyli. Bular hammasini urug'idan ko'kartirib olganman. 10 tadan 7 ta chiqdi. 3 tasi chiqmadi. Ba'zilar ekdi, hamma urug'i bitta ham xatosiz bo'lib chiqdi. Ba'zilarda noto'g'ri ekkanligi uchunmi bilmadim, balkim noto'g'ri parvarish qilgandir, balkim urug' shunaqa puch chiqqandir, bilmayman. Uni endi bilmaysiz-ku, urug' qaysini ichi puch, qaysini ichi to'liq bilib bo'lmaydi-ku. Ekkandan keyin ko'klab chiqishiga qarab bilib olasiz. Ba'zilarda umuman chiqmaganlari ham bo'ldi, menimcha. Shuning uchun endi buni parvarishini Telegram kanalimda ido qo'yib bordim. Boshdan oxirigacha qo'yib bordim. Qanday qilib ekkanim, necha kunda ko'klab chiqqani, bugungi natija, ertangi natija, keyingi natija hammasini ko'rsatib bordim. Telegram kanalimda borlar biladi bu narsani. Hamma narsani ko'rsatib bordim. Mana. Hammasi chiroyli tomir qilgan. Ko'z tegmasin. Bularni endi stakanchalarga o'tkazib olamiz. Hozir ekishni ko'rsataman. Bu ham xuddi shunday ekiladi. Stakanchaga tuproq solib olamiz. Mana stakanchamiz. Ustiga shunday qilib joylashtiramiz. Faqat ikkita qo'lda ishlamasak yiqilib ketar ekan. Mana. Buni ham juda ko'mib yuborish shart emas. Sal bosib qo'yamiz buni, chunki
yiqilib ketmaslik kerak. Voy. Hozir suv quysam bu yana bosiladi tuproq. Shuning uchun juda ko'milib ketdi deb o'ylamang. Suv berganimdan keyingi holatini ham ko'rsataman. Ushlash ham qiyinroq buni. Ham bo'ldi. Uchinchisi. Kichkina qo'lim qaltirab ketyapti bularni ekguncha. Katta gul bo'lsa, qo'rqmasdan bemalol harakat qilasiz. Bularni tomiriga zarar berib qo'ymay deb qo'rqasiz, bargini sindirib yubormay deb qo'rqasiz. Qo'llaringiz xohlasangiz, xohlamasangiz qaltirab ketar ekan. Pinsetdan ushlasam ham tushib ketyapti qo'limdan. Sababi pinsetda qattiq qisib olib zarar berib qo'ymayam deb o'ylayapman. Ozgina buni ham bosamiz. Shunday qilib hammasini ekib olamiz. Bunday o'tirishda mana 3 tani ham 3 soatda ekaman shekilli. Ekib olib ko'rsataman yana. Mana adyunimchalarimizni ham ekib oldik. Bularga ham endi suvini beramiz. Tagiga yana bitta stakan o'tirg'izib oldim, teshik emasidan. Tagidan suv chiqib ketib hamma yoqni rasvo qilmasligi uchun stakanchalar qo'yib oldim. Jon suvini beramiz bularni ham. Tuprog'i ancha bosiladi suv quyganingizdan keyin. Adyunium gullari ko'p suvni xohlamaydi, quyosh nurini yaxshi ko'radi. Buni sahro atirguli degan nomi ham bor. Bu bejizga emas, issiq joyni yaxshi ko'radi, qumli tuproqlarni yaxshi ko'radi va quyosh nurini yaxshi ko'radi. Mana adyuniumlarni ham ekib oldik. Bularni ham endi chekkaga olib qo'yamizda, keyingi gulimiz epipremiumni ko'rsataman. Endigi gulimiz epipremium. Mana shunday qilib qalamchalarni kesib suvga solib qo'ygan edim. Bog'lab ham qo'ydim skotch bilan. Va ko'rib turganingizdek tomir chiqarib, barglar chiqarib boshlagan. Bularni yaxshi tomir chiqarganlarni ekib olamiz. Tomiri kamlarni esa yana qayta suvga qo'yamiz. O'zi aslida tomiri kamlarni ham ekib olsak bo'ladi-yu. Tomir qancha katta bo'lsa, shuncha tuproqda avj olib ketishi yaxshilanadi. Qarang qanaqa tomir. Qarang tomirni. Xullas hammasidan ekishimiz kerak ekan. Buni endi shuncha gulni qayerga joylashtiraman bilmayman. Hozir ularga ham tuproq solib olamiz. Bu gulni ozgina boshqacharoq usulda ekmoqchiman. Oson usulda ekmoqchiman. Satinni tepaga chiqarib oldim. Xunuk ko'rinsa ham aybga buyurmaysizlar. Osonrog'ini ko'zlab qilmasam bo'lmaydi. Tomirlarni joylashtirishim
oson kechmaydi. Hamma yoqqa tuproq sochib ekyapman. Kamchiligi yo'q, odamni o'zi yo'q. Ba'zilar kommentariy yozishga juda ham usta. Kamchilik topishga usta. Ba'zilar o'zidan o'zi haqoratli so'zlar yozgisi keladi. Endi hamma o'zini tarbiyasidan kelib chiqqan holda gapiradi-yu, bunga bir narsa deyish ham qiyin. Lekin bitta narsani sizdan chiqarmang. Hammaga yoqishimiz shart emas. O'zimizga qulay bo'lgan hayotni yashaganimiz yaxshi. Hammaga yoqaman deb birov uchun yashamaymiz-ku, to'g'rimi? Ideal odam bo'lish qiyin. Shuning uchun birovdan kamchilik topishdan oldin ozgina bir oynaga qarang. Men birovdan kamchilik topishga arziymanmi, yo'qmi deb, menda kamchilik yo'qmi deb bir odam o'ziga ham baho berishni bilishi kerak deb o'ylayman. Ba'zilar shunaqa og'ziga kelgan gapni yozadi. Ko'p mana videolarni ko'rganimda kommentariyasiga qarayman. Kommentariyada shunaqa yomon gaplarni yozgan odamlar bo'ladi. Hayron qolaman. Sizga yoqmadimi shu video, ko'rmaslik kerak. O'sha insonni kuzatmaslik kerak sizga yoqmasa, lekin bilib bilmay har qanaqa gapni gapiravermaslik kerak, chunki u dunyoda javobi bor hamma narsani. Premium gullari juda ham oson o'sadigan gul. Yuqori namlikni yaxshi ko'radi. Xohlasangiz buni mineralniy gruntda eksangiz ham bo'ladi. Juda chiroyli bo'lib o'sadi. Unaqa holatda ham o'sayotgani bor menda. Yorug' joyni yaxshi ko'radi. Tez barglariga sprey qilib turaman, tagini sal chanqatibroq sug'oraman. Juda chanqatib ham yubormayman, juda namligini oshirib ham yubormayman. Apora qo'yganman, kokosli apora, o'shanga o'rab o'stiryapman. Shoxlatish niyatingiz bo'lsa gulingizni kesib turing. Keyin yana bitta odati bor. Premium mana shunaqa variegatniligini yo'qotib yuborishni boshladimi, unda ham kesish kerak. Agar kessangiz, yana o'sha variegatnilik holatiga qaytadi. Agar kesmasdan o'stirib yuboraversangiz, borib variegatniligini yo'qotib yuborishi ham mumkin. Men buni sinovdan o'tkazib ko'rdim. Variegatniligi umuman yo'qolib ketib, yashil bo'lib qoladi. Ayamasdan kesib tashlab ko'paytirishga qo'ydim. O'sha kesib olgan qalamchalarim ham variegatni barg chiqarishni boshladi. Pastamonda qolgan onasi ham variegatni shoxchalar, bargchalar uyg'otib boshladi. Shundan bilamanki, premiumlarni kesib tursangiz, variegatniligi yo'qolmaydi. Shunaqa qilib ekib olamiz. Bo'ldi, oxirgisi qoldi. Chiroyli tomon. Ularni tuprog'ini to'ldirib ekdik. Bo'ylari uzun bo'lganligi uchun, tomirlari baquvvat bo'lganligi uchun, tuproqda yaxshi o'zini ushlab turishligi uchun. Ularni ham tagiga bitta-bittadan stakancha o'tirg'izib chiqaman, chunki hozir sug'organimda hamma yoq suv bo'lib ketmasin. O'zim ham bu yoqqa yetarlicha tuproq to'kildi. Agar hozir buni ustiga yana suv ham to'kadigan bo'lsam, ishim ancha qiyinlashadi. Loyni tozalashimga to'g'ri keladi keyin. Shuning uchun ishimni o'zim qiyinlashtirmay dedim. Mana endi jon suvini beramiz bularni ham. Ularga ham xuddi shunday 1 litr suvga 2 tomchi H101 tomizdirdim. Ularni ko'proq sug'orsak ham bo'laveradi, chunki bular уже
bo'ylari uzun, tomirlari baquvvat, bariklari ko'p, ularga ko'proq suyuqlik kerak. Jon suvini, ya'ni shu birinchi suvini to'ydirib beraveramiz. Bitta suvimiz yetmay qoldi, yana suv oldim. Shunday ayamasdan to'ldirib suv beraveramiz bunga. Tuproqlari yaxshi namlanaversin. Suv yetishmovchiligi bo'lmasin bu gulimizda. Agar tuproq juda ham bosilib ketsa, yana ustiga kam-kamdan tuproq tashab qo'yamiz. O'rtoqlar, chiroyligini qarang. Chiroyli. Hozir buni mayli onasini ham bitta ko'rsataman sizlarga. Oldimda turibdi chunki rosa chanqab turibdi. Mana onasi. Onasi mana shunaqa holatda. Apora qo'yganman. Bo'yi juda ham baland edi. Bu yoqda Muhammad Mustafoning multfilmi ham ketyapti. Va rosa chanqab turibdi hozir. Qarang, mana tagidagi tuprog'ini. Bugun bularni yaxshilab cho'miltiraman, ham suv beraman. Buni kesganimdan keyin mana yangi barglar chiqarishda davom etyapti. Variegatniy bo'lib chiqaryapti barglarni. Mana bu yoqlardan qarang, qancha shoxchalar uyg'ongan. Rosa ko'p shoxlayapti. Bu kesganimizning natijasi. Mana bittasini kesgan edim. Mana bu yoqdan qarang, bitta, ikkita, bitta shoxini o'zida. Mana 3 ta joyidan shoxlabdi. Ko'zingiz qiymasdan, kesmasdan o'tirmang. Chiroyli bo'lib o'sishini xohlaysizmi? Kesib ko'paytirib ham olsangiz bo'ladi, xohlasangiz shoxlatib ham olsangiz bo'ladi. Mana shunaqa kokosovый aporada o'syapti. Shunday. Yorug' joyda turadi, quyosh tushadigan derazada turadi. Mana o'rtoqlar, hamma yoqni rasvo qilib, zato ekib oldik. Shuncha gulni endi hammasini teplechkaning ichiga solib, adaptatsiya davridan o'tkazamiz. Yangi barglar, yangi tomirlar chiqqandan keyin bularni hammasini sotuvga qo'yib yuboramiz. Bu yoqdagilarni ham, bu yoqdagilarni ham. Kimga kerak bo'lsa, Telegram kanalimni qoldiraman. Mana o'rtoqlar, shu bilan video roligimni yakunlasam ham bo'ladi. Kimgadir ozgina bo'lsa ham naf tekkan bo'lsa, juda ham xursandman. Videolarimiz yoqqan bo'lsa like bosing va keyingi video roliklarimiz orqali ko'rishguncha salomat bo'ling.